Xullas yaxshilar, bu yana men ta'kidlagandek jonga tekkan bo'lsam uzr. Xullas hammaga salom. Men sizlarga yana bir live qiziquvchan matmusaligim davom etmoqda. Qiziqishlarining chegarasi yo'q. Sizlarga yana bir live hack o'rgatmoqchiman, ko'rsatmoqchiman. O'zim sinovdan o'tkazdim. Bir necha marta takror sinab ko'rdim. Tak sizlarga foydali bo'lsa, xursand bo'laman. Bizda mana bunda ikkita rasulda ikkalasi ham material jihatidan bir xil deyiladi. Buni prямо qanday qilamiz? Erinmaganlar uchun-da, menga lekin yoqmadi bu usul. Alohida masalan, idishga yog'ni qizdirib olib turib, buni rost qizib turgan yog'ga botirib olasiz. Negaki, qizishi uchun. Qizigandan keyin bunga sразу tuxum solib, qizigandan keyin bunga sразу tuxum chaqib solasizda, mana bu qaynab turgan bug'da ushlab turasiz. Bir muddat qopqog'ini yopmasdan ushlab turasiz. Bunga uzoq muddat vaqt ketar ekan. Men buni sinab ko'rdim. So'rashingiz mumkin, nima keragi bor? Qovurilgan tuxumni zarar deb hisoblaydiganlar uchun life hack. Qaynatilgan tuxum ham xuddi shunday, lekin bu qovurilgan tuxumga o'xshab chiqadi. Hozir ko'rasizlar. Xullas, davom etamiz. Qaynab turgan bug'ni ochamiz. Men mana bunday posudani ham qo'yib ko'rdim. Mening skоворodkam yo'qolib qildi, men xullas posuda chirsillab ketdi. Shuning uchun men bunday qaltis hazil qilmayman. Shuning uchun men bunday idish qo'yaman. Idishda bir qaynoq suvga botirib olamiz, chunki qizishi uchun. Yopishib qolmasligi uchun, tuxum yopishmasligi uchun biz yog'lab olamiz. Va tuxumni chaqib solamiz. Buning qulay tomoni, qopqog'ini yopganingizdan keyin tezroq pishadi. Siz o'qishingiz, ishingizga tayyorgarlik ko'rganingizcha bu tayyor bo'ladi. Uzoq muddat qoldirsangiz sarig'i pishib ketadi. Jiddiy holatni xohlasangiz minutda minutda emas, 2 minutlarda уже tappa tayyor bo'ladi. Men pauza qilaman, chunki uzoq muddat video cho'zilib ketsa odamlarga zerikarli bo'lib qolgani uchun. Bizning life tayyor. Bir pas yana ushlasangiz bo'ladi. Ular chiqarib olamiz. Qo'y. Shum uchun uzr. Hozir men tarelkaga olaman. Mana chiqarib oldik. Men uzoqroq muddat ushlab turganim uchun mana bu sarig'i qattiqroq bo'ldi. Menga aslida bunaqa qattiq bo'lib pishgani yo'qmidi. Jidkiyroq yoqadi. O'zingiz vkusingizga qarab buni belgilaysiz. Xullas, shoshib gapirganlarni aslida yomon ko'raman. Lekin kishilarning vaqtini tejash uchun tezroq gapirishga majburmiz. Hamma hozir tig'iz paytda. Xullas, qovurilgan narsalar zarar deb hisoblaydiganlar uchun, lekin xuddi o'sha qovurilgan ta'mni beradi. Ishoning, men bir necha marta o'sha sinab ko'rdim. Bu xuddi shu usulda mikrovolnovkada ham ko'rganman life hackini. Mikrovolnovkaning achinarli ahvolga tushishini ham ogohlantirib qo'yay. Chunki mikrovolnovkada buni tayyorlaydigan bo'lsangiz, xom tuxum taqillab otib, mikrovolnovkangizni ayanchli ahvolga keltirib, uni yuvganingizcha ancha-muncha vaqtingiz ketadi. Unda mana shu usul 1000 marta oson va qulay. Yoqimli ishtaha, sinab ko'rishingizni tavsiya qilaman. Sizlarni yaxshi ko'raman, hurmat qilaman. Like bossangiz juda ham minnatdor bo'laman. O'zingizni ehtiyot qiling. Yana videolarda ko'rishguncha xayr. Meni kuzatishda davom etasiz deb umid qilaman. I love you.